Assalomu alaykum akalar. O'sh oblast Qorasuv rayoniga qarashli Kalelin kolxozda ishimiz bitdi. O'choq, santexnika suvni tortib kelish, issiq suv, sovuq suv, mana moyka, smestitel, xuddi shu putgan holati, kanalizatsiyaga tortib ulab tushirib qo'ygan holati. Kafillari g'isht, turpoq, sement, kraska, o'shum ishimiz bitishi 109 ming so'm bo'ldi. Termostoyka kraskalarda kraskalandi, g'isht sho'fi bilan eshiklari. Materiali O'sh, Bishkek, O'zbekistonda materiali yo'q. G'ishtlariga pigment qo'shilib, rang qo'shilib, laklangan. Qo'shni tomonga дополнительный devor urilgan va рабочий stol bilan mo'yka tomonga bir devor, yana дополнительный перегородочный devor urildi. 109 ming ichida, hamma materiali, usta haqqisi hammasi ichida. Sizlar bizga obed va suv berasizlar. Mana birinchi filaga, ikkinchi 30 litrli qozon, uchinchi 50 litrli qozon, to'rtinchi рабочий stoli bilan mo'ykasi bo'ladi. Bizga joyini ko'rsatsanglar, biz borib hisoblab, sizlarga materiali bo'lsa materiali bilan materialni olib bersanglar, materialini usta haqqisini gaplashib zakaz qilsanglar qilib beraveramiz. O'zbekistonda materiali bu yerda yo'q. Eshik, reshotka, qozon hammasi o'zimizni O'shni qalin materialidan, O'zbekistondagidan ancha qimmat.